Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Londondagi yong'inda halok bo'lganlar va jabrlanganlar orasida qirg'izistonliklar yo'q. Bu haqda Tashqi ishlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. 14-iyunda London g'arbidagi Kensington hududida 24 qavatli uydan yong'in chiqqan. Yong'inda halok bo'lganlarning soni 12 kishiga yetdi. Shahar hukumati qurbonlar soni ortishi mumkinligidan xavotirda. Kasalxonaga yotqizilgan 70 kishining 20si bedarak bo'lmoqda. Voqea sabablari tekshirilmoqda. Jalolobod oblastining Suzoq rayonidagi O'rta Osiyo qishlog'idagi chaqmoq tekkan 22 yoshdagi yigitning ahvoli og'ir bo'yicha qolmoqda. Sog'liqni saqlash ministrligining oblastdagi koordinatori Mamatjan Miyanovning bildirishicha, jarohat olgan odam hozir kasalxonada hushiga kelmagan. Chaqmoq sababli tanasi 1-2 darajada kuyib, 14-iyunda oblast klinik kasalxonasiga tushgan. U qo'y boqib yurgan Kurubaz yayloviga 13-iyun kuni tunda chaqmoq tushgan. Eslatib o'tsak, may oyida Axsi rayonida 7-sinfning o'quvchisi chaqmoq tushib halok bo'lgan. Bugun Bishkekning 1-may rayon sudi Xitoyning Qirg'izistondagi elchiligi binosida bo'lgan portlashda aloqasi bor deb ayblanayotgan odamlar bo'yicha hukm chiqaradi. Bugun ayblanuvchilarga so'nggi so'z beriladi. 2016-yili 30-avgustda Xitoyning Qirg'izistondagi elchiligida xudkush portlashni amalga oshirib, o'zi halok bo'lgan. Elchilikning 3 xodimi jarohatlangan. Voqea bo'yicha Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi jinoiy ish qo'zg'agan. Terakt bo'yicha dastlab 6 kishi gumon qilingan, keyinchalik 3 nafarining ishi dalil yetishmasligi sababli qisqarib 3 kishi ayblangan. Ularni teraktni amalga oshirishda moddiy yordam ko'rsatganlikda ayblashmoqda. Bu vaqtgacha majlisga 23 guvoh chaqirilgan. Oliy sud bugun Atamekin fraksiyasining lideri O'murbek Tekabayev bilan sobiq favqulodda holatlar ministri Dushon Qulchotonovning himoya chorasini ko'rib chiqadi. Ayblanuvchilarning advokatlari 1-may rayon va Bishkek shahar sudlarining 2 siyosatchini qamoqda qoldirish qarorini bekor qilish iltimosi bilan nazorat maqsadida Oliy sudga 15-iyunda ariza berilganini aytib, ishni ko'rib chiqishni qoldirishni iltimos qilishgan. Advokatlar sud majlisi to'g'risidagi ma'lumot avvalroq berilmaganidan norozi bo'lishgan. Sud ularning iltimosini qanoatlantirib majlisni bugunga jildirgan. O'murbek Tekabayev korrupsiyada gumonlanib fevralning yarmida qamoqqa olingan. Uning ishiga aloqasi bor deb sobiq ministr va elchi Dushon Qulchotonov ham qamalgan. 2 siyosatchi ham qo'yilgan ayblarni inkor qilmoqda. Bugun Bishkekning Lenin rayon sudi Jo'g'org'i kengashining Atamekin fraksiyasidan deputat Aida Salyanovaga bog'liq ishni qaray boshlaydi. Avval ishni ko'rib chiqish Bishkek shahrining 1-may rayon sudiga jo'natilib, keyin Lenin rayon sudiga o'tkazilgan. Salyanova 2010-yili yustitsiya ministri vazifasini bajargan vaqtda Maksim Bakiyevning hamkori Aleksey Yeliseyevning advokatlik litsenziyasini noqonuniy uzaytirgan va bu ishni yetarlicha tekshirmagan deb ayblangan. Unga nisbatan o'lkadan chiqmaslik bo'yicha tilxat himoya chorasi qabul qilingan. Salyanova o'ziga qo'yilgan ayblovni asossiz qoralash va siyosiy ta'qib deb atamoqda. Bu yil umumrespublika testining natijasida eng past ko'rsatkich 23 ball bo'ldi. Bunday past ballni qaysi maktabning o'quvchisi olganligi to'g'risida ma'lumot aytilmasligini Bilimni baholash markazidan bildirdi. Eng yuqori 236 ballni Bishkek shahridagi 61-sonli maktabning bitiruvchisi olgan. 2015-yili mazkur maktabning o'quvchisi Vadim Kurichkin eng yuqori 236 ballni olsa, 2016-yili ham shu maktabning bitiruvchisi 237 ball olgan. Bu yilgi umumrespublika testiga respublika bo'yicha 47.523 kishi ishtirok etib, hozirda natijalar chiqarildi. Bishkek shahrida ota-onalarni pul yig'ishi taqiqlanadi. Fan va maorif ministrligi tomonidan ko'tarilib, Bishkek shahar meriyasi qo'llagan. Buyruq joriy yilning yangi o'quv yilidan boshlab kuchga kirib, mazkur fakt bilan qo'lga olingan xodimlar ishdan olinib, jinoiy ish qo'zg'aladi. Maktab uchun pul yig'ishni O'sh shahrida ham taqiqlash rejalashtirilib, shahar meriyasi bilan so'zlashuvlar olib borilayotganini maorif ministrligi bildirdi. Maktab uchun ota-onalarning majburiy tarzda berilgan pullari yangi o'quv yilidan bekor qilinadi. Tashabbusni Fan va ta'lim ministri ko'tarib, ilk qadamni poytaxtimizning maktablaridan boshlamoqchi. Ushbu muammo xalq orasida aytilib qo'llab olmaganligi barchaga ma'lum. Maktabning aksariyat mablag'i ota-onalar tomonidan bo'lganligi. Kopilkamiz bor, klassная kopilka deb qo'ydi. Ayqa 1000 so'mdan to'lashimiz. Ko'p bolalar shu ekoni to'lasa, ekoni to'lamaydi. Spravka olib borsa bo'ldi. Birov birdan berib qo'ysa, 5 qo'yib qo'ysam to'g'ri emasmi? Klassный fondda ham go'ylarning ақшасы жетпейdi-da. Жетпегендерге ошол muallimler nega olib kelбейсиң deb
Bishkekda bir bola uchun ota-ona yiliga 5000 so'm atrofida to'laydi. Yil mobaynida majburiy tarzda beriluvchi fond ham bor. Qolgan xarajat bilim markazlarining ayrim joylarini ta'mirlash ishlariga olinadi. O'qituvchilar tashkil etgan chora-tadbirlar uchun olingan pullar ham bor ekanligini qo'shimcha qilib o'tishdi. Norasmiy chiqimlarni talab qilgan o'qituvchi endi qonun oldida javobgarlikka tortiladi va xizmat faoliyatidan bo'shatiladi. Көп учурларда мисалы ата энелер азыркы учурларда анонимдүү түрдө кайрылып атат. Эгер мыйзамдуу түрдө ата энелер ошол кайрылып, ошо мыйзамдуу түрдө ошол мектептин директорунун же болбосо мугалимдердин акча чогултулганы аныкталса, анда биз прокуратура иш чараларын баарын тең прокуратурага өткөрүлүп, анан жумуштан четтетилет. Abduldayevning aytishicha, maktab uchun mablag' Bishkek bilan O'sh shahridagina to'laniladi. Ammo respublikaning ayrim oblastlaridagi ta'lim markazlari allaqachon bu tizimni o'zlashtirib bo'lganini madaniyat tarmog'idagi hissa qo'shganlar ham ta'kidlashmoqda. Masalan, Jalolobod shahridagi 1 va 2 maktablarda joriy yili ota-onalar har bir bola uchun sinf fondlariga 300 so'mdan, maktabning yillik fondiga esa 700 so'mdan to'lashsa, ta'mirlash ishlariga esa 300 so'mdan berishgan. Ammo 4 nafar farzandi bor oilalar uchun chegirmalar ham mavjud. Добровольный родительский вступительный взнос ошого тыюу салынат деген ушундай бир буйрук чыгарылат. И аябай мындай, как сказать, вплоть до освобождения от занимаемой должности деп атабыз. Ушундай чара көрүлөт сөзсүз. Bolalarning maktabda bepul ta'lim olishi bosh qonunda berkitilgan. Buning uchun davlat har yili byudjetdan mablag' ajratib va o'qituvchilarning mehnat haqqini ham so'nggi yillarda ko'tarmoqda. Sababi ota-ona uchun ortiqcha chiqasha bo'lsa, o'quvchilarning esa ongini buzishi mumkin. Muallim arzimagan narsalar uchun o'quvchini sinf ichida haqorat qilib, natijada bilimga chanqoq o'smir qanchadir darajada jabrlanib qolishi ham ehtimol. Ата энелердин комитети деген бар да, ар бир класста, мектепте бар да. Анан булар өздөрү түз айта алышпай, анан ошол ата энелер комитетинин чечими катары кабыл алып, анан мынакей биздин күнөөбүз жок, алар ата энелер комитети кабыл алган, ошондон биздин тиешебиз жок дегендей баягы нерселерди дагы айткан шылтоолор болуп атат да. Ошондуктан бул каражатты топтогон күндө дагы ыктыярдуу түрдө мүмкүнчүлүгү жокторду эч качан кыйнабаш керек. Мектеп балага билим берүүгө милдеттүү. Maktablardagi yillik fond madaniyat xodimlari o'rtasida poraxo'rlikka yo'l ochib beradi. O'qituvchilar burchini 2-darajaga qo'yib, oshiqcha mablag' to'plashni rejalashtirib qolishi ham mumkin. Bu har bir bolaning ijtimoiy imkoniyatini cheklab, o'quvchining bilim olishiga salbiy ta'sirini tekkizishini madaniyat xodimlari ham bildirishmoqda. Shuning uchun Fan va ta'lim ministrligi ko'targan tashabbus qog'ozdagina qolib ketmay amalga oshirilishi va buning ustidan nazorat o'rnatilishi kerakligini talab qilishmoqda. Feruza Murabdullayeva, Gulzara Bakiyeva, Azamat Imanov, Intimaq. Grek-Rim kurashi bo'yicha yoshlar orasidagi Osiyo chempionatining birinchi kuni qirg'izistonlik polvonlar 4 medal oldi. Kecha 15-iyunda turnirning birinchi kuni Grek-Rim kurashida 6 komplekt medal o'yinga qo'yildi. Qirg'izistonlik polvonlar barcha og'irlik kategoriyasida bittadan ishtirok etib, 1 oltin, 2 kumush va 1 bronza medal egasi bo'ldi. Dastlab Qirg'iziston nomidan birinchi bo'lib 55 kilogramm og'irlikda kuch sinashgan Jo'lamon Sharshenbekov 3-o'rinni egallasa, keyin gilamga chiqqan 3 sportchimiz finalgacha yetdi. Ular Osiyoning 2 marta va dunyoning 1 marta chempioni bo'lgan Aqjol Mahmudov 74 kilogramm og'irlikda barcha raqiblarini yutib birinchi o'rinni olsa, 60 kilogrammda Tinar Sharshenbekov bilan 84 kilogrammda Qalidin Asikeyev kumush medalga sazovor bo'ldi.